Assalomu alaykum qadrdon akalarim, ukalarim, tog'a jiyanlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sergeli mashina bozoriga tushdik. Qani bir narx-navolar o'zgardimi, o'zgarmadimi? Albatta, qorni ko'rib turibsizlar, juda ham havo hozir toza Toshkentda. Xo'p, bugungi sanamiz 21-dekabr, haftaning yakshanba kuni. Bir qator nima yangiliklar bor Sergeli mashina bozorida? Bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bo'lmasa bitta like bosib qo'yamiz. Bilaman, like bosish esingizdan chiqyapti. Endi bo'ldi, do'stlar, hech nima gapirmaymiz, maydalashmaymiz. Kelamiz Zel Probek Kraski narxi dangal tirsiz bosamiz do'stlar. Bo'ldi, u dildan suhbat bo'lmaydi bizda. Tez ko'rsatamiz. O'tgan safar kommentariya ko'pchilik yozibdi, maydalashib ketdingiz xurjidabdir. Bo'ldi, mayli. Kelamiz Zel Probek Kraska, sizlarning vaqtlaringizni o'g'irlamaymiz. Sizlar bilaman, vaqtlaringiz juda ham qimmat. Shu bois do'stlar, vaqtlaringizni qadrlagan holda tez obzorimizni davom etamiz va chet yurgan musofir do'stlarimiz har doim sog'-omon bo'lsin. Bitta like bossangiz, bo'lmasa obzorni boshlaymiz. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli mashina bozori bilan Abu Sahiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xonaning narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. Do'stlar, Volkswagen Passat bor ekan. 2005-yil Volkswagen Passat. O'tgan safar ko'rsatuvdim buni. Bu yoqda Captiva bor ekan. 2018 Captiva 4, 101 ming yurgan. Benzin yurar ekan. Narxi necha pul ekan? Assalomu alaykum. Kimdan? 17,5 ekan. Kimdan ekan? Assalomu alaykum. Nechmi so'rayapsiz aka? 17,500 so'rayapmiz. Bo'ladigan joyichi. Doda, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? 17,200 bo'lsa beramiz. 16 ga bitmaydi, ha? Yo'q. Ha. Voy bolam. Kraskasi? Kraska? Kraska yo'q, Toza. Benzin turami, propandami? Gazi ham yo'q, propani ham yo'q. Ha, benzin turadi. Benzin. Yaxshi. Bo'lmagan undan. Rahmat aka, charchamang. Xo'p, keyin bu yoqda do'stlar. Bu yoqda nima ekan? Volkswagen Passat 2006 263 ming yurgan ekan. 8 ming dollar ekan to'shaq. 8 ming dollar. Narxi. Bu yoqda Merz W211 2009-yil ekan, 178 ming yurgan. Propani bor ekan 90 talik. Motor 2,5 litr ekan. Avangard ekan. Narxi keladi bir 18-19 bo'lsa kerak, ha? Shunaqa yo'q. Egasi yo'qmi ekan? Yo'q. Egasi yo'q. Bu yerda do'stlar. Tak. Xo'p. Dars beramiz. Kia Carnival kimdan ekan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alaykum. Assalomu. Doda, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Charchaymasizmi? Charchamayman. Qanday narxni bo'lsa aka Kia Carnival? 35 ming deyapmiz. 2023 67 ming yurgan. 35 ming kami bor. Ha, kraskalari? Kraskasi toza aka. Toza. Bir qo'l minilgan mashina. Qaysi pozitsiyasi bu? Yo 3 yo 4 da. Limuzin pozitsiyasi bilan bo'lar ekan. Shunaqa emas. Tomi bori bo'ladi. Yo'q, limuzin bu tomi bori limuzin deb qo'yadi. Ha. Aka, dvijeniyadasiz-a? Tirikchilikdasiz-a? Yo'q, dehqonchilik aka. O'zingizkimi? O'zimi yurgansiz? O'zim mingyapman. Yo'q-a? Bu salon-ku bu yog'i. Ashaq mingyapmiz-da aka. Mana. Holatini ko'rib turibsizlar, tiniq holati. Tiniq. Bu atpechalka do'stlar. Bitta bosasizlar, o'zi ochiladi. Qaranglar do'stlar, kapitanskiy liniyasi bor ekan. Orqada ham 1 2 3 4 5 ta o'rindiq bor ekan. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ta o'rindiq do'stlar. Voditelь bilan 9 ta. Tepasida, bunda tepasida nimasi yo'q ekan lekin. Lyuk. Xo'p, kraskasi toza deb aytib o'tishdi, endi so'raymiz. Unisi yinisi. Shep, qanchaga bermadingiz endi? 32 ming kirishdi aka. Bermadingizmi? Yo'q. 32,500 ga barakami? Yine yuradi aka. Ha, ozgina yuradimi? Ozgina. Ha, kelishib ketsa bo'lmaydimi? Mashina arzon aka rosa. Rosa yengil qilib aytyapman, dehqonchilik aka. Ha, kraskalarga javob, probeglarga. Javob aka. Bo'ldi, telefon nomeringiz nechi? 91lik Aha. 612 81 11. Umizdan baraka top. Aka, Charchang. Bunisi kimdan? omadingiz bersin. Sheriydan bu. Ana Sanjarbekdan bu yoqda. Sanjarbek, sizdanmi? Assalomu. Karnival. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qandoqsiz aka? Yaxshi, rahmat. 2019. 137 ming yurgan. Aha. Kraskasi bitta orqa eshigida bor. Aha. Kichkina petnosi bor, qolgan joyi radmi. Radmay. Hop. Necha pul so'raysiz? 3 motor, turbina motor, 19,200 so'rayman aka. Kelishiring. 18 ga bitadimi? 18,5 tepa bitadi. 18 ni tepasimi? Ha. 18 ga iloji yo'qmi? Ha, beskulchoy do'st bor, paroklari bor ekan. Paroglari bor. Sidenalari elektropaket ekan. Ko'rsatdim, salom alaykum. Hammasi. Ha. Alohida yozganlari bor. Bitta shu eshik tomonda kraskasi bor dedingiz-a?
Bu ham shu ham elektronikasi hammasi ishlaydimi? ishlaydi mana. Bu yoqdan ham ochib yopadi, salonning ichidan ham. Va kapitanskiy sиденье ekan mana ko'rishlaring. Orqada yana 3-qatori ham bor uni. Qancha 18 yarimlarmi oxiri? 8,5 tepada bitadi aka. Ha, uni kelishiring. 19,5 ni o'zi 19,2 dedim siz uchun aka. 18 yarim 18 ham qilsa berasiz, xudo xolasa. Teparog'ida beramiz. Teparog'imi? Ha. Kelishsin tepasida gaplashamiz akajon. Elektronika IBOmi oladimi, nadimi? Yo'q, oladi buni. Ishi yo'q, ha? Barakasi. Motorlari, korobka, moylari hammasi. Mayli, yaxshi niyat qilganlar do'stlar, mayli. Yaxshi mashina, karnivallar, bitta niyat qilib qo'yamiz, to'g'riga bosib qo'yamiz. Inshaalloh minaman deb. Allohga oson. Do'stlar. Faqat ukamizdan sal kechirib bersa bo'ldi. Xo'p, telefon nomerlar qaysiga telefon qilsin? 91lik 562 70 07 07. Xo'p. Assalomu alaykum. Nima mashina olib chiqdingiz, aka? Email. Umi? Mersmi bu? Ha, bo'ldi. BYD do'stlar, qaranglar. Rahmat ukam. Do'stlar, BYD, misol uchun ko'pchilik aytadi, nima uchun BYD ni Qibrayda taklif etib qolasizda? Misol uchun qaranglar, BYD Qibrayda ustunlik tomonlari bor. O'sha ball sistemalari bor, o'sha ballga qarab xohlang oldin tonirovka qildiring, xohlang oldin bronponovka qildiring, tekinga do'stlar. Xohlang parok taqtiring BYD chempionlarga. Xohlang do'stlar o'sha bir 300-400 dollarlik bonuslar siz uchun shunday tekin. BYD Qibrayga o'taveringlar do'stlar. Faqat bizni bilganlar bilan bilmaganlar uchun negativ yozib yuraveradi. Umri hayoti negativdan iborat bulardan. Misol uchun yo'q, yaxshi narsani chiqarsang ham negativ yozishadi. Yomon narsa chiqarsang tem bo'l negativ yozishadi do'stlar. Bilmadim, bu o'zlaringiz havola. Xullas BYD Qibrayga o'taveringlar. Chiroyli narxda qilib beriladi. Xo'p. Mers. Assalomu alaykum, Bekzod aka, yaxshimisiz? Sizga Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? rahmat, o'zi yaxshimi? Qani, bilaman, Mers yaxshi ko'rasiz, ha? Anchadan beri Mers bilan. Ishqibozchilikka oldim. Nima gaplar? Qani bir xarakteristikasi qanday o'ylaysiz? Bu Email 2004-yil 5 litrli zavod mashina. 83,000 probegatiga. 83,000 yurgan shu. Yurmagan. Motorlar alishmagan. Yo'q, zavod hech qayerda alishmagan. Ana. Zapaskalar tushmagan. Gap yo'q. Xo'p. Hech qanaqa ishi yo'q, kraskasi toza. Shu o'zim bilasiz, ishqibozchilikka olib haydadim, endi almashtirmoqchiman. IBOmi? Yo'q, hech qanaqa. Elektronikani hamma yoq ishlaydimi? Hamma joy. Motor nechalik bo'ladi bularda? 5 litr 110. Voo, 5 litrmi? Ha. Benzin ham normalnisi kerak, bir 20 tadan tepasida baribir, to'g'rimi? Yo'q, unaqa. Unaqa emasmi? Endi unaqa yurish uchun to'xtamay bosish kerak. Qiynashingiz kerak-da, bos. Atak 15 litr. 15 litr. Ha, koja salon ekan, ichlari. Agnoshtillari bor ekan, qaranglar. Mana. Zavodskoy mana shu agnoshtillari. Bu narxini nechga so'rayapsiz, Bekzod aka? 17,900. Va sal kelishtiring, aka. Realni oladigan odamga arzon qilib beraman. 16,5 ga bitadimi? Ko'rsin. Teraverasiz siz. Ha, yoqqan odamga bo'lsa qani gaplashamiz. O'zi realni qiziqqandan narx so'radimi bunga? Mo'ljalimdan pastroq so'rashdi. Nechmi so'rashdi? Real. 15 ming. 15 so'ra bermaysiz. Yo'q, 15 ming. 15 500 ga bo'lsa beraverasizmi? Yo'q. 16,500 ga bo'lsa beraman. Kelishasiz aka. Men o'zim qo'yaman. Bo'ldi. Texnik ishlari yo'q, hamma. Yo'q. Voy, buni qaranglar, bitta narsani ko'rib qoldim. Buni qaranglar mana. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar. Mana. Ishlaydi bu. Ha, burasi mana shu 10 yosh, 12-13 yoshini esga tushdi. Ishlaydi. Ana do'stlar. Mercedes-Benz. Rado maktablar hamma yog'i. Hammasi ishlaydi. Gap yo'q, salonlarni ko'rishlari mumkin. Oddiy do'stlar, mana qaranglar. Lekin yurishi ancha yumshoq, bular Merslar. Mers ketgan ovozi yo'q, hech qanaqa. Yumshoq. Gap yo'q. Tepada lyuki bor ekan, mana qaranglar. Shtorkasi lyuk. Gap yo'q. Kasetasi. Yo'q, haligacha. O'sha. Yaxshi, Bekzod aka. Bo'l, allaqachon nomerlar? 99lik 851 409. 409. Udar nomerlar. Faoliyatmi o'ylayapti o'zi? Shu mashina xo'p deb turibmiz. Ey, yaxshi, barakasini bersin. Charchamang. Xo'p. Toyota kimdan ekan? Assalomu alaykum. O'tgan safar chiqaruvdi ukammi? Narxi nima o'shami? Shu oka narxi. Bu yoqda kupemi? Bu ham bor.
2019. Narxi necha pulga qilib berdi? Qaysini aka? Ha? 43,5 aka. 43,5? Arzonga beraman 43,5. Arzoni 43,5 ming. O'tgan safar chiqarganmidik buni? GLS bu aka. GLS Kraskasi toza, 101 ming yurgan. aha. 2 turbina motor aka. Turbina. O, rasodami katta emas. Yo'q, rasxod pish ekan. Ha, ha, ha. 8 ta, 9 ta, maksimum 10 ta da, sportda 12 ta. Ha, ha, ha. Sport, ekonom, komfortda. Komfort. Ha. Twin turboda u boshqa narsa bo'ladi. Rasxod ko'proq bo'ladi. Bu narxi necha pul ekan o'zi? U qimmatroq bozor. Ha. Kapotni ochib yuboring. Buni o'zi so'rashdimi bozor? Pastda. Qo'lim kuyib qolganda, ochingchi qani? O'zi zo'rmi aka? Yaxshi, rahmat. Rasudlar 15 ta. Yo'q, 15 ta emas. Twin turbo bunda? Yo'q, twin turboda katta bo'ladi. Bu 2 turbina bu. Ha, 2 turbina. Ha, ha, ha. Twin turboda boshqa olam bu. Ha, ha, ha. Bu 2 turbina. Kraskasi yo'q dedingiz. Kraskasi toza, hamma joyi radno. Qancha un bo'lishi? 3,5 so'raymiz, aka. 43,5. Gaplashamiz, kelsin. Sizni hurmatingiz Ya kelsin. 43,5 bir 40larga. Ha? 40larga. Gaplashsa bo'lmaydimi? 40dan tepasiga? Li7ga barter qilmadim. Ha, Li7mi? Li7 ham bular aybini topolmayapti odamlar bor usta. O'shaning uchun sal cho'childik. Li ham lekin yomon bo'ldi. Ha, mayli. Ko'ramiz, endi boricha ko'rsatamiz, to'g'rimi mashinani? Shu. Mayli, ishkomat, charchamang. Xo'p. Yo'qda W204 bor ekan. Necha pul? 2009 246 ming yurgan ekan. Narxi 16,200 dollar. Kelishamiz. Bu nima baraka o'ylayapman turmoq. Xo'p, dars yuramiz. Nima gaplar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchaymisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Tuzimisiz? Charchaymisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Nima yo'l mashina? Zo'r gap ayting. O'rninchi olsangiz, ichida bloger o'tiribdi. Ha. Hamdam avto degan bor. Hamdam avtomi? Ha, borib kalibratsiya qilamiz desangiz, zo'r bo'ladi aka. Realniy aytyapman. Ha, bu nasib qilganida aka. buguni Qaysini? 211. Ho, turibdimi? Ovordim. Narxi necha pulda o'shani bilmay qoldim. 211 2009-yil. Narxi 20 so'rayapmiz. 20. Qancha 19 ga beraverasiz, to'g'rimi? 19 bo'lishida. 99lik 821 3006. Voy, o'sha boshida chiqargan Mercedes do'stlar, bir ko'ringlar, gaplashib. Bor yana qalblar qo'sasalar kelishib beraveradilar. Charchamang. Xo'p. Xo'p, dars yuramiz. Bu yoqda Skoda bor ekan. Narxi necha pul ekan Skodani? Assalomu alaykum. Aka, 14 da Skoda. Skoda Octavia. Yil probeg 184 пробег. Aha. Год 13 год. 13. Kraskalari bormi? Нет, Polnis tepada apishkolari. Qora black piano qilingan bu, ha? Black piano qilingan. Alcantarami? Mana ko'rishlaring mumkin. Rasud qancha bo'lib turibdi, brat? 8 litrda. Здесь какой мотор? 1.8. 1.8. Сколько будет окончательно? 13500. 13500. За 12500 не даете, да? Mana ko'rishlaring mumkin do'stlar. Ha? Stage 3. Stage 3 urilganda. Oo. Bu xiliplari. Downpipe стоит, пуст стоит. Endi pul sal qimmatroq aytib turibsiz, brat. Sal kelishtirib oling. Iloji yo'qmi? Здесь от доработки, здесь надо еще на 5000. Mayli aka, xo'p, charchamang. Yo, bismillah. Qani bu yoqda nima bor ekan? Honda, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Orlarni yog'dirib kelyapsiz. Oppoq qilib hamma joyi. Allohdan hammasi. Siz charchaymasiz? Rahmat. Yengillik obunachilaringiz skidga qo'yib yuboramiz mashina. Qiling, shunday qiling. Emir. Mana. 2007-yil Aha. 178 ming yurgan. Hech qanaqa texnik ishi yo'q mashinani. Bo'ladi, ana. O'tiradilar, maza qilib haydaydilar. 16 ming
mingga bo'lsa berib yuboramiz. 16 ming oxiri. Ha, yana notarius bonus qilib beraman, aka. Oxiri 15.500 ga berib yuborasiz, bu yoq bilan. Kelishsin, xursand qilib jo'natamiz. Texnik ishlari yaxshimi yoqda? Umuman ish yo'q. Xarajat qilmaydimi olgan odam? Motor ochilmagan, Xurshid aka. Mana gap yo'q. Vashchi zo'r. Baraka topishadi. Buni ham mana Nissan Sunny'ni ham kelishtirib beraman agar. Xo'p, mersi. Gap yo'q. ML 350 litrli, 3,5 litrli motor, atmosferniy, gaz past hech narsa qo'yilmagan bunga. Rasot 15.6. Rasxod 12 tadan 15 tagacha. Yana bo'lsa sal ko'proq ham ichishi mumkin. Xo'p, bu yoqda Nissan Sunny. Top toza, 107 ming yurgan mashina bor yo'g'i, kraskasi toza mashinani. Buni 9,5 qilib beramiz. 9,5 ming. 9,5. Notarius. Rasotlar qancha ekan buni benzinda? 8 ta bor. 7,5-8 ta. 7,5-8 ta. Kraskalari? Absolutni toza. Toza. Top toza. Probeklari ham halol. Halol 107 ming bor yo'q. 107 ming. Shaharga zing etib yurishga yaxshi mashina, ha? Zapchasa uncha buzilmaydi do'stlar bular. Mana. Bu variatormi yo? Variator bo'ladi, bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Shep endi sal narxni kelishiring-da. Misol uchun hozir aloqaga chiqarsiz, shu holda qilib. Mana bo'ladigan narx bo'lsa, sразу hozir endi Rossiyada yurganlar Martga mart. Sizni obunachilaringizga tekis 9 qilib beraman. 9 bundan yog'i yo'q. Patasi tekis toza 9. Mana bu 9. Xurshid akamni qarang, o'tgan bozor 10 ming deyilgan, yangi yilga mana padarka. Xurshid akam uchun 9 ming. Ulgurib qolinglar. Pulga o'rasa, barib bu narsa almashtirasa, to'g'rimi? Ma'minisini olib kelib qo'ydim, yangisini mana. Yangisi. Bu Hyundai'mi? San'ati 2010-yil 79 ming yurgan. 79 ming. 79 ming bor yo'g'i. Barakasini bersin. Probeklari absolutni zo'r, kraska bir ikkita joyida bor. Qirilgan silgan uchun sepib turgan ekanlar o'zlari. Lekin mashina vashi o'tirishadi xolisi Buxoro, Samarqand, libo joy ketishadi. Tepada panorama lyuk, Imperial balonlar qo'yilgan. Benzinda yuradi, to'g'rimi? Ishlama qo'yilmagan, benzindan boshqa. Ha, yarim kojali, sidenalari, do'stlar ko'rishlari mumkin. Multimedia start stoplari, polni hamma yoq, elektronika hamma yoq ishlaydi. Ha, mashina texnik, motor, hadovoy hech qanaqa ishi yo'q. Rasotlar 12 ta atrof. Bor yo'q 79 ming yurgan. Ha, 79 ming, mana o'zining motorida halol probega. Gap yo'q. Xo'p, buni endi bo'ladigan joyi nechta pul qilib berasiz? O'zi 15 deyapti deb 14,5 qilib beraman. 14 lar qilib berasiz. 14. Mayli 14,200 qilib beraman. 14,200 Xurshid aka. O'zi 14 ga ham beradilar. Yaxshi gaplashib ko'rsalar do'stlar. 14,200 qilib beramiz. Aloqaga chiqarsa, xursand qilib jo'natamiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Aloqachi nomerlar 90lik 816 66 68. 66 68. Ishlagan aka, charchamang. Rahmat aka, ishingizga. O'tgan safar bitta podpischigimchi Tigolardan chiqaring deb o'tgandi. Mana bozorda Tigo bor ekan, kimdan ekan bu? Narxini bilib o'ting degandi do'stlar. Premium ekan do'stlar. Eng fulli 19600 yurgan ekan probega. 23 ga 24 ekan. Qora rangda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zbekcha gapirasizmi? Ha, gapiraman. Ha, это ваше-da? O'zingizniki, o'zimni yurgan va divideniyadamisiz? Ya, o'ziniki mashina. Ha, nech pul narxi? 21. Qancha bo'ladigan narx aka? Bo'ladigan joy. 20 mingga berasiz. Ishtir sanasi 19500 ga ham baraka bo'lib ketadi, to'g'rimi? Yo'q, 20 ming. Chunki probega qancha bo'libdi buni? Va 19600 ekan do'stlar. Odatda do'stlar 100 mingdan oshgan narxi 18 ming dollarda. 100 ming probekdan oshgan narxi 18 ming dollarga 18,5 ming olsa bo'ladi. Agar ishtir pul sanasi 19500 ga beraverasiz. Yo'q. Bermaysiz, bering brat. Kecha bitta patching so'ragandi. Yo'q. Kecha уже 29500 bergan, 20 mingdan ham bergan. 20 mingga ham bermadingizmi? Просто уже mayli bugun bersa beraman. Ha, bugun 20 ming bersa beraverasiz. Kraskalar tozami aka? Toza. Eng fulida to'g'ri panoramasi bor. Rasotlari 9 ta 10 ta atrofi. 11. Bosishga qarab. Yozda git 11. Texnik ishlari yo'qmi aka, normalmi hamma yog'i? Bo'ldi, nomerlar qo'yib qo'yamiz. Oxiri mayli 19800 ga agar do'stlar yaxshi so'rab qo'ying, 19500 ga barib berib yuborish mumkin. Misol uchun bu bozor ikki bozor bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Do'stlar 97lik 719 78 88. Ayb yo'q a? Yo'q, 20 ga beraman. 20. Mashinada ayb yo'q, hammasi chotki. Oladi bunada. Go. Mana bular piyana qilingan va o'z zavodga shundaymi-da? Hammasi zavodga aka. Zavodga, ha? Bo'ldi aka, rahmat. Ishga omad. Charchamang. Xo'p. Kecha o'tgan kuni bitta patching so'ragandi.
Hyundai do'stlar. Tucson. Tucson kimdan ekan? Narxi necha pul ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka tuzimisiz, charchamayapsizmi sizdanmi? Qani? Bu N-Line-mi? N-Line 2022 63 ming yurgan ekan. Kraskalarichi? Top toza. Top toza 2,5 litrlik ekan. Rasudlari 10 ta. Kraskalar top toza bo'lsa, tepada panoramasi bormi bularda? Bu panoramasi yo'q. Ha, panoramasi yo'q. Narxi necha pul so'rayapsiz? Qolgan narsalar buni 26 ming. O 26. Qancha bir 24500 daga bitadimi ishi? Bitmaydi. 24 gachi. 24 ga ham bitmaydi. 24,5 ming qilish chekilib. Ha, 24,5 ming qilishdimi? Bermadingiz. Yo'q, bermayman. Qancha oxiri? Bo'lishi. Bo'lishi 25,5 bo'lsa beraman. O 25,5. Baring kelishasiz, to'g'rimi? Kelishgan joyi bor. So'raymiz. Siz mashinangizga narxmi? Ha? Mashingami? Ha, ko'rib qoldingizmi? Bilmadim, motori haligi pastida har zaman bir ovoz chiqib qoladi, bir yo'qolib qoladi, tiq tiq degan ovoz. O'shani interga qo'ydim, hamma yoq shoshib bo'lib ketdi. Ha, bitta kanal video ko'raman, shu yerda ko'rib qoldim-da, yo'q. Ha, li. Nima bo'ldi? Aybini topolmayapti. Yengilligidan bilasizmi? Qancha edi? 35 mingdan beri. 35 mingdan qancha yurdi? Hozir 44 ming. Qanday olib Yaqinda oldim, ha. Ular shu endi ko'ramiz. Benzin endi pasyan Lukoildan 95 qo'yib yuramiz. Sizdan oldim. Sizdan endi bilmadim endi, ko'ramiz endi. Xudo xolasa. Xullas, oxirida shur bo'ldi. 25500 dedingiz, ha? 25 taga barib berasiz oxiri, to'g'rimi? Bu narsa gaplashsak bo'ladi. Bo'ldi. Ana texnik ishlari yo'q, hamma yoq aybi yo'q, ha? Xuddi yangi balon. Mana zavodskiy diskalar. Zavod chiqqan. Faralari ham farq qiladi, old faralari. Oddiysidan. Bemalol tekshirtirib olaveradi. Kraskalarga javob, to'g'rimi? Bo'ldi. Nomerga qaysi nomerga telefon qilsam? 95lik 805 0077 raqamli telefonga gaplashib ko'ringlar do'stlar. Ko'ringlar, mana bunday Tucson ham so'ragandi. Qaysin aka? Ha, mokriydi, uni ko'rsatmadimmi? Sizdan. Ishlarga omad. Charchamang. Assalomu alaykum. Hyundai. Assalomu alaykum. Yaponlarda eng sevimlisi, ha? Honda. Hyundai. Ha, bunisi Hyundai. Adashib ketdim. Xo'p, qanday ekan xarakteristikasi? 166 ming yurgan, halol o'ziniki. Chap krilosi yopilgan, udar bo'lmagan. Mana bu yerda pitno bor, krilosi. Qolgan radno hammasi. Qolgan hamma yoradimi? 100% radno hammasi. Tepada lyuklari bor ekan, ha? Lyuklari bor. Narxi necha pul so'rayapsiz? 11 ming. 11 ming narxi. Do'stlar, ko'rsharingiz mumkin. Endi 11 ming. Mejikari bor do'stlar. Eshikni ochamiz. Yarim pojali do'stlar, elektronikalari endi ishlash kerak. Elektronika polni ishlaydimi aka? Hamma yoq ishlaydi. Rullar esa knopkalari bor ko'rsangiz. Bo'yinda ishga olib ekan. Barlarning ko'rsatuvning oldida tablolari bor ekan. Tepada lyuki bor ekan mana. Endi kraskasi aka. Mana bu krilosi yopilgan. Aha. Mana bu yerda mana pitno bor. Xo'p. Aka 11 ming so'rayapsiz, qanchalarga? Realni sanaydigan bo'lsa 10 mingga bitib ketadimi ish? Yo'q, 10 mingga bitmadi ham aka. Bitmadimi? Bermadingiz 10 mingga? Bermadim, yo'q. Qanchaga? 10,5 bo'lsa beraman aka. 10,5. Yana 1-2 so'm yana baraka qilib Gaplashamiz aka. Odam kelsa gaplashamiz. Telefon nomerlar? Balongacha yangi aka. Balon ham yangi. Yangi balon. Texnik ishlari yo'q, holati bemalol olib minaveradimi? Apshika aytmoq. Pul tikmi, bosham xarajat qilmaydi. 166 ming yurgan aka. Endi 160. Bo'ldi. Nomerlar qaysi nomerga telefon qilsinda? 97lik 342 2253. Bo'ldi. Ishlarga omad aka, charchamang. Malibu kimdan ekan? Yo'q, Malibu bilan. Xo'p, ishlarga omad. Necha minut bo'ldi? 25 bo'lgan bo'lsa do'stlar, yana ko'rsatib o'tamiz. BYD so'm. Kimdan aka u? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Siz divideniyada emas, o'z divideniyada, ko'zimga issiq ko'rindingiz. Narx necha pul ekan aka? 21 ming. Qarang, 2023 86 ming yurgan. Kraskasi toza ekan, balon, tonirovka. Bu 605 mi 500? 505. Narxi 20? 1 ming. Qanchaga bitadi aka bir? Necha o'tib beramiz, ko'p emas. Hozirgi kunda lekin aka qarang. 100 mingdan oshganlar narxini 19500 ga realni sotganlar bu kraskasi toza. 100 mingdan oshganlar 19500 ga. Bu 23-yillik edi, 23-yil juda kam chiqqani so'ng ko'rasizlar. Bu lekin 86 mingga yurgan ekan, hali 100 mingga bor ekan. Sizdan aka bir qanchalarga bitadi? Necha o'tib beramiz, ko'p emas.
22 ming dedingiz narxini? 20 mingga bitadimi aka? Bo'lmaydimi 20 mingga? Ha, yaxshi. Ko'raylik qani. Hatta holati Taniroqda kapot buralni bilan plyonkasi bor, keramika qilingan, 4 ta balon yangi. yo'nkisi necha ekan aka batareyasini? Yonkisi 95-18 chiqsa kerak. 90 tekshirmagansan? Yo'q, tekshirmadim. Ha, yaxshi aka. Gaplashamiz, charchamang. Tuksonlar kimdan ekan? Bizlar ham oluvchi aka lekin. Ha, siz ham oluvchimi? Tukson bor ekan bizda. Xo'p, Tukson o'tgan safar bu yoqda qindi chiqargandik. Bestyon BYD do'stlar. Shu nima deymiz bo'lmasa? Bozor do'stlar, endi bilmadim. O'zim nazarimda bozorda do'stlar qor yog'gan viloyatlarda ko'pchilik viloyatdan keladigan do'stlar qor yog'gan sababli kelolmagandir bozorda do'stlar, sust bozor. Nima deymiz? Qo'ldan kelgancha obzor ko'rsatib o'tdim. Bitta like bosib qo'yamiz. Ketkizgan vaqtingiz uchun rahmat aytib qolamiz. Xudo xolisa tirsiz obzorlar bosaveramiz do'stlar. Charchamanglar, yaxshi kuni ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar do'stlar.